Bu videoni ko'rish 3 toifa insonga tavsiya qilinmaydi. Birinchisi, batareykalarga moyligi borlar. Ikkinchisi, yoqilg'i xarajatidan tashvishlanadiganlar uchun. Uchinchisi esa buni nomini esa izohlada o'zingiz berarsiz. Godzilla laqabi bilan mashhur bo'lgan Ford oilasiga mansub ommaviy ishlab chiqarilayotgan 703 litrli hajmga ega bo'lgan bu dvigatelimiz V shakldagi 8 ta silindr 430 ot kuchi 644 Newton metr bo'ladi. Silindrning bloki esa chugundan bo'ladi. Bu uzoq yillar xizmat qilishiga sabab bo'ladi. Albatta bu benzinli dvigatelimiz bugungi kunda ishlab chiqarilayotgan atmosferli dvigatellarning ichida eng kattasi bo'ladi. Va u asosan F250, F350 larga taqdim qilinadi. Yoqilg'i xarajati vaziyatdan kelib chiqqan holatda 17 litrdan 37 litrgacha bo'lishi mumkin. Agar yuk og'ir bo'lsa, bosim ortadi va u ko'proq xarajat qilishini sababini olib beradi. Qo'shimchasiga ushbu dvigatelimiz og'ir ishlarga mo'ljallangan Torx Shift 10 pog'onali uzatmalar qutisi bilan birga sotiladi. Narxi esa bor yo'g'i 15 ming AQSh dollardan iborat ekan. Agar sizga ham o'zbek segmentiga deyarli ko'rsatilmaydigan pikaplarning narxi, bojxona to'lovlari va batafsil ma'lumotlari qiziq bo'lsa, Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Havola profilning yuqori qismida.